uncha odamni uyini eshigini tegdi. Bunaqangi archalar bo'lmasa kerak, do'stlar. Nima deysizlar? Xo'sh, bu videoni boshlashdan oldin, ushbu xonadonimizni obzor qilishdan oldin men bitta fikr aytmoqchiman. Kreditga yoki bo'lib to'lashga, qanaqadir qimmat uy olishingizni men tarafdori emasman. Pulingiz yetganicha, pulingizga yarasha uyda yashashingiz tarafdoriman. Nimaga deysizmi? Bugun sog'-salomatsiz, ertadan keyin nima bo'ladi, nima yo'q, Xudo biladi. Pulingizga yarashasini oling. Sizga kattaroq 3 xonali kvartira kerakmidi? Narxiga arziydigan bitta variant ko'rsataman, do'stlar. 3 xona, juda ham chiroyli sharoitga ega, o'zingizga moslab mebel texnikalaringizni qo'yib olsangiz bo'lgani. Keling, hozir birgalikda ushbu xonadonimizni ko'rib chiqamiz. Umumiy maydoni 78 kvadrat metr, foydali maydoni esa salkam 57 kvadrat metrni tashkil qiladigan 3 xonali kvartiraga yetib keldik. Manzili sizni xursand qilish aniq. 26-ATSda oldida Muhayyon ko'chasida joylashgan, tinchgina joyda, hali yo'lda bo'yida emas, shovqin joyda emas. Agarda bu uyni olib ijaraga berib qo'yadigan bo'lsangiz, o'rtacha 250-300 dollardan berishingiz mumkin. Qisman jihozlarni qo'yib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, xonadon egalari bu uyni o'zlari uchun olishgan. Remontlari rosa o'lik holatida edi Saidkamol aka. Taxta eshiklarini, oynalarini, hamma yo'qlarini almashtirganman. Ichlarigacha akfa eshiklar qo'yganman deyishdi. Mana kirish qismi koridorda ko'rishingiz mumkin. O'ng qo'limdagi birinchi xona sanujil bo'ldi. Bu yerda Ariston, unitaz, rakovina va vannani ko'rishingiz mumkin. Oz-moz o'zgartirish kiritsangiz ham bo'ladi, lekin foydalansa bo'ladigan holatida. Kirishingiz bilan chap qo'ldagi birinchi xonamiz esa kattalar yotoqxonasi. Ushbu uyimizga 5000 dollar atrofida xarajat qilishgan uy egalari. Nima uchun ketgan asosiy xarajat desangiz, отопление isitish tizimimizga. Xonadonimiz uglovoy joyda joylashganligi uchun отоплениyaga keragidan ortiqroq xarajat qilingan. Buni zalga kirganda ham albatta ko'rib olasiz. Akfaplast romlar qo'yilgan. Oshxona tomonda alyuminiy, bu tomonda esa skvoznoy bo'lgani uchun ikkinchi tomonida akfaplast ikkita oynalisi, yaxshi oynalari, yaxshi romlari qo'yilgan. Setkalarigacha qo'yib qo'yishgan. Devorlarimiz to'liqligicha emulsiya qilingan, ko'rishingiz mumkin. Eshiklar ham almashtirilgan. Mana endi zalga kirib kelamiz. Zal qismida ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerga mana ikkitadan radiatorlar qo'yilgan. Bilasizlar, uglovoy joyda issiq sovuq o'tishi yuqori bo'ladi. Shuni hisobini olib, mutaxassislar bilan gaplashib turib, keragidan ortiqroq radiator qo'yilgan. Bu zal qismi. Keling, bolalar yotoqxonasini ko'raylik. Bu yerda ham mana radiator o'rnatilganligini ko'rishingiz mumkin. Bunda ham romlari almashtirilgan. Chiroyli lyustralar qo'yib qo'yilgan. Oddiy bo'lsa ham plafon deydi adashmasam. Agarda adashib ketayotgan bo'lsam, to'g'rilab qo'yasizlar. Nomi esimdan chiqib qoldi. Xo'p, bu yerda mana katta zal qismi, o'z odatda o'zining planirovkasida eshik mana bu yerda bo'lardi. Bu joyda balkon bo'lardi va oshxonasi ham kichkina edi. Xonadon egalari nima qilishgan? Mana bu yerda kengaytirishgan. Ko'rishingiz mumkin. Balkonda o'rtasidan bo'lib eshik qo'yilgan. Oshxona ham kattalashgan. Mana bu yerda ovqatlanish zonasi, mana bu yerda esa G shaklidagi oshxona zonasini ko'rishingiz mumkin. Aslida esa mana bu yerda eshik bo'lardi. Bir tomonga oshxona mebel qo'yilardi, bag'da kichkinagina joy qolardi xolos. Yoki bo'lmasam ko'pchilik oshxonani balkonga olib chiqib, bu yerda yana bitta yotoqxona qilib qo'yardi. Hisobda 3 xonali uyni yana 4 xonali qilish imkoniyati sizda mavjud. Qo'shimcha o'zgartirishlar kiritish evaziga. Endi e'tiborlaringni mana bu dokumentini kacholga qarataman. Ko'rishingiz mumkin, barcha tizim ulangan, ishlab turibdi, yaxshi narsalar o'rnatilgan. Gaz, svet, suv va kanalizatsiyada muammo yo'q. Kelinglar, hozir bitta gazni tekshirib ko'raylik. Kuzatuvchimiz negativ fikr bildirishgan ekan. Gaz borligida maqtamagin, hammamiz bilamiz qanaqa holatdaligini. Biz albatta qanaqadir ma'lumotni berishdan oldin uni surishtiramiz. Uy egalaridan, kerak bo'lsa qo'ni-qo'shnidan surishtirgan joylarimiz ham bor. Gaz qishda hamma yoqda pasayib ketgan taqdirda ham bu yerda ham pasaygan, lekin o'chgani yo'q Saidkamol deyishdi. Ko'rishingiz mumkin.
Mana gazlari baland. Bemalol ataplanyalaringiz ishlaydi. Manzilimiz Farg'ona shahar Muhayyoda 26-adresdan o'tishlik bilan Ekomarketda shundoqqina ichkariga bir 150 metr kirganligingda 3-podyezdda bo'ldi. Egalari narxini 35 ming deb turishdi. Aka bo'ladigan narxni qo'yaylik deb 33 mingga tushirib qo'ydik. Yana ozgina kelishadigan joylari bor. Batafsil ma'lumotga ega bo'lish uchun ekraningizdagi raqamlarga hoziroq qo'ng'iroq qiling. Aynan shu 3-podyezdagi 4-qavatdagi kvartirani obzorini birgalikda ko'rdik.